Assalomu alaykum hamyurtlar. Mana yana bugun bir komplekt narsamizni Farg'onaga chiqaryaptik. Ustakalar ertalab keluvdi, mana obed shu pallaga shomgacha kutib qolishdi. Narsalarni bitirdik. Xo'p, ustaka, chizelni qanchaga berdim? Chizelni 220 ming. Yo'q, chizelni o'zi. Ya buni. Chizel ramasi. Ha, rami 1 million 500 ming. 500 ming. Xo'p, ikkita g'ildiroq. Ikkita g'ildirak. Qani g'ildirak? 220 ming. Ha. Mana bu katta g'ildiroq. Katta g'ildiroq. G'ildirak, katta g'ildirak 1 million. Mana bu g'ildiroqlarni olganda aniqlayotgani o'sha ko'rsatgan narsam. Hop, mana bu rossiyskiy stoyka, lapka. Qanchadan bo'ldi bu? Xo'p. Chizillabga 220 ming. Bittasi shunaqa to'lqiyapti. Bittasi 220 mingdan to'lqiyapti. Xo'p. Endi ulaydigan qo'yib berdik. Vintovoylar bilan ulaydiganni qo'yib berdim, ha? Bo'ldi shu. Hurmatli hamyurtlar, shunaqa narsalar kerak bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Mana bugun buni Farg'onaga, Marg'ilonga chiqaryaptik, aytmoqchi, Marg'ilonga berib yuryapti. Hammaga katta rahmat.